Kim o? Man do'sting Komiljonman. Ha. Eshik ochiq, kim o? Mumkinmi? Do'stim yaxshimisan? Sog'lari yaxshimi? Nima turibsan? Kel ichkari. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisan do'stim? Sog'lari yaxshimi? Tinchmisan? Eson-omonmisan? Shukr, rahmat. Uydagilaring, boboy qalay dadang yaxshimilar? Rahmat. O'zing yaxshimisan? Xudoga shukr. Bu yerda turibmi? Yur uyga kir. Yo'q, haligi do'stim shoshib turgandim. Xo'sh, nima? Yoningga bir iltimos bilan kelib turgandim. Mayli. Haligi yo'q demasang qarz so'rab kelgandim. Bir oyda qaytaraman. Haligi bilasanmi? Dadamni zudlik bilan operatsiya qilishga to'g'ri kelib qoldi. Shunga 2000 dollar kerak bo'lib turgandi. Bo'ldi, gap yo'q. Yur ichkarida gap. Yo'q. Iloji bormi, maylimi? Iloji bor, senga qachonga kerak? Iloji bo'lsa hozir. Maylimi? Ha, bo'ldi. Ha, voy, shu gapni ichkarida gaplashamiz. Yo'q. Maylimi? Mayli, bo'pti. Hozir olib chiqaman, hozir. Xudo. O'zingga shukr. Do'stim, pul ekan-ku. Kelamiz o'rtog'imiz. Boboy tuzalib ketsa bo'ldi. Mana do'stim, xohlasang sana ol. Sanat nima qildim do'stim? Ming rahmat senga. Yaxshiliklarda qaytaring. Lekin bitta shartim bor. Xo'sh. Bir oydan keyin mana shu pulning ustiga 300 dollar qo'shib olib kelasan. Endi bizniki tirikchilik. Xafa bo'lmasan. Boboy tuzalib ketsin. Mayli, yaxshi yetib olgin. Uyga kelsak bo'lardi. Rahmat do'stim. Albatta qaytarib olib beraman. Mayli. Kechiktirmasdan-a? Xo'p. Xo'p. Mayli.